Tezlash, tez harakatda. Tez. Yugur, chop. Shart bajarish zo'rda. Boshda 2 marta yutqizib berdim. O'zingdan ketib qolding sen. Bos bo'la. Bos, gazini bos. Qaytma. Mana böyle yutqizding. Assalomu alaykum aziz. Sizlar bugun videorolikda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugungi videoroligimiz yana avvalgidek o'sha shart bajarish to'g'risidagi videoroligimizning 4-qismi bo'ladi. Bugungi videoroligimizda mana bu o'tkir 9likdan, ya'ni burchakda to'p tepamiz 10 martada har birovimiz kimdan kim yutqizsa, shart bajarish shunday bo'ladiki, bu varatadan u varatagacha bir oyoqda sakrab boriladi. Mana shunday bir oyoqda sakrab boriladi. Kimdan kim yutqizsa, ana shartni bajaradi. Ya'ni mana shu ko'rib turganingiz, mana shu o'tkir 9lik burchakda mana shunda to'p tepiladi 10 martadan. Har bir kishi ikkalamiz 10 martadan tepamiz. Kimdan kim yutqizsa, mana shu sizlarga aytib o'tganim bir oyoqda sakraydi. Shartimiz mana shunaqa bo'ladi. Sizlardan faqatgina bitta iltimosim bor. Mana shu videoroliklar ko'rish yaxshi, no like'lar deyarli yo'q. Sizlardan ko'p vaqt ketmaydi, hech narsa yo'qotmaysiz. Iloji boricha mana shu video обязательно baribir любой kimdan kim ko'rayotgan bo'lsa bitta like ayamaysiz. Xudo xolasa bundan keyin juda qiziqarli videoroliklar olishga harakat qilamiz. O'sha bir 2 kun, 3 kunda bundan-da boshqa shart bajarish to'g'risidagi videoroliklar taqdim etamiz. Zerikishga umuman vaqtingiz bo'lmaydi. Yo'qotgan vaqtingiz achinmaysiz. Juda foydali bo'ladi sizlarga. Mana biz hozir Moskva shahrida ishlaymiz, Rossiyada. İşten keyin kechqurun soat 12da ishga chiqamiz. Har qanday harom yo'llarga kirmasdan mana shunaqa qiziqarli kontentlar olib o'zimiz uchun ham, muxlislar uchun ham mana shunaqa videoroliklar qilishga ikkalamiz qo'l urdik. O'shaning uchun sizlardan bor yo'q bitta like bosasizlar, iloji boricha kommentariy yozinglar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Mana shu gapim, sizlardan faqat shu. Birinchisi. To'rtta. Menga. Yo'q. Короче, meni navbatim keldi. Bo'ylab 10 ta tepdi, 10 tadan bitta ham gol bo'lmadi. Xudo xolasa men uraman degan umiddaman va yutishga harakat qilaman. Poderiyat o'zi 3-chi bo'ladi agar men yutsam. Poderiyat 3 safarda men yuta olmayapti böyle. Qani unda ketdik. Yo'q, qoldi. Ikkita. Süper. 4 tadan bitta. Videoni ko'rayotgan vaqtlaringiz bitta like tayamaysiz, kommentariy yozib keting. 6-chi tepib. Oltita ikkita. Normal raqib yo'qmi? Agar ichlaringizda talabgorlar bo'lsa, kommentariy yozib ketinglar, любой joyga. Короче 10 ta tepdim, 10 tadan 3 ta gol urdim. Bo'lajonim 10 tadan bitta ham ura olmadi. Endi bo'lajonimga omad va sabr tilayman. Chunki 3-marta ketma-ket yutqizyapti. Ya'ni bugungi shartda boya aytib o'tganimdek, bunaqa juda qiziqarli videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'linglar va like tugmasini bosinglar. Iltimoslar, sizlar podдержкаларing kerak. Yaqinda bir 2 kundan keyin bundan da qiziqarli, juda zo'r kontentlar olamiz. Mana shu biz hozir Moskvada ishlaymiz. Biz dastlabki kuryerda kechqurun soat 12dan keyin mana qiziqarli shartlar orqali o'zimiz uchun ham, muxlislar uchun ham qiziqarli videoroliklar olib borishga harakat qilyapmiz. Sizlardan bor yo'q o'sha like va kommentariy tugmasini bosishni unutmanglar. Iltimos sizlardan.
O'sha gapni qisqasi bo'lak yutqizding. Shart bajarasan, xudo xolasa. Shart qanaqaligini bilasan, to'g'rimi? Mana bu varta, bu boshi bitta vartaning ikkinchi boshi ana u ishda. Ana shuning uchun shart qanaqaligini bilasan, bo'lajak endi xafa bo'lmaysan. Poderyatni 3 marta, 4 martadan beri yutqizyapsan. Yutaman desa endi omadda bu ham. Davay qani. Omad endi u yutqazish, gol urish tonda. Voy, endi yengilgandan keyin shunaqa gap ko'payaveradi. Qani shartni bajara qani boyata. Qani boshlang. Boshladik. Ya bismillah deb qani. Aha, tez harakat qil. Tez, yugur, chop. Ha, shart bajarish zo'rda. Boshda 2 marta yutqizib berdim. O'zingdan ketib qolding sen. Ha, bos bo'la. Bos, gazini bos. Qaytma. Mana bo'la yutqizding. Endi gapir, qanaqa tilaklaring yo'q, keyingi o'yinlarga nimadir oldindan o'zingga motivatsiyang bormi? Gapir mana. Menga motivatsiya hozircha bo'ladi. Endi buyoqqa harakat qilamiz. Xudo xolasa qachon yutasan endi? Endi Xudo xolasa yutamizda. 3 haftadan endi maqtanma. 3 haftadan beri yutmayapsan-ku. 3 haftadan beri yutmayapsan. Endi harakat qilamiz endi. Qachon? Endi bir marta, 2 marta. Ayni mana nasibsa bir 2 kundan keyin bir yaxshi video chiqaramiz, bir yaxshi bir yutamiz. Chiroyli videoni chiqargandan keyin bir xursand bo'lasan. Bo'ldi, davay.